Har safar mashinamni yog'ini almashtirish, ya'ni oil change vaqti kelganda o'zimiz Filadelfiyada almashtirib chiqaydim. Bu safar bir 5000-6000 mayl yana zapasim bor edi, yo'lda almashtiraman deb chiqdim akalar. 8 ta adashmasam ustaxonaga kirib chiqdim. Imminda mana bu yog' yo'qda. Imminda mana shu mana T6 5W40 full synthetic. Bu sal qimmat. Akalar ishonasizlarmi? Pashti polni Alabamani aylanib chiqdim. Ustaxonalarda yo'q. Bitta mamlaqa ustaxonaga kelsam, agar o'zing olib kelsang, men alishtirib beraman dedi. Ya'ni almashtirib beraman dedi. O'zingiz sotib olib mamlaqa almashtiraman desangiz, akalar qimmatga tushib ketar ekan. 10 ta oldim, 10 tasi $300 ziyodga tushdi menga. Usta puli ham $300 ziyod ekan. I find brother 10 gallon. This is car for army? Say it again? For army? Yeah, that's military. Military armiya deyapman. Covid vaqtida o'ligan toshigan traktorlar. Biz hayot payt bo'lmaganmiz-ku. Ownerlikda xarajotlari bor-da. Xarajoti ham mayda emas. Yo'qchalarga qaranglar. Ketdik. Kiraverdik-ku. Can you help me please? Here. Motorlarni ko'rsak-a. Qanchadan beri ochmagan edim. 318, yes. As soon as you pull forward a little bit, he'll tell you to stop and he'll grease it. Okay.